tashkilotlari mahalliy kengashlar deputatlari tashabbusi bilan joylarda bir mahalla bir tashabbus aksiyasiga start berildi. Ushbu tashabbusdan ko'zlangan maqsad hududlardagi dolzarb muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganish, aholi bilan ochiq va samimiy muloqot o'tkazish hamda ularni hal etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilashdan iborat. Ilk manzil Toshkent viloyatining Parkent tumani. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz lavhasi orqali batafsil tanishasiz. Ish guruhning dastlabki manzili tumandagi 18-sonli umumta'lim maktabi bo'ldi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, rejalashtirilgan qurilish ta'mirlash ishlari uchun ajratilgan mablag' barcha muammolarni qamrab olishga yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu bois maktab ma'muriyati, mahalla faollari va ota-onalar loyiha smeta hujjatlarini qayta ko'rib chiqishni taklif qildi. Ularning fikricha, mavjud mablag'lar avvalo muassasaning oqova suv tizimini yangilash, kutubxonaning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, zamonaviy va innovatsion o'quv jihozlari bilan ta'minlashga yo'naltirilishi maqsadga muvofiq. Ta'kidlanishicha, har bir so'mning manzilli va samarali sarflanishi ustidan deputatlik nazorati o'rnatiladi. Navbatdagi manzil Qizilsoy mahallasi. Obod qishloq dasturi doirasida bu yerda yo'llar ta'mirlangan, tashqi yoritish tizimi yangilangan, ayrim ijtimoiy obyektlar rekonstruksiya qilingan, biroq aholini qiynayotgan ayrim masalalar hali ham o'z yechimini kutib turibdi. Birinchi navbatda bu mahallaning aholisi tuman markaziga bormoqchi bo'lganda yo'li yo'q edi. Ayniqsa mana yog'ingarchilik mavsumida avtomashinada ham yurish qiynalardi. Lekin mana bugungi kunga kelib, ichki ko'chalar, umumiy ko'chalar jami 11 kilometr yo'limiz asfaltlandi. Shu bilan birgalikda mana mahallaning o'zini oldida birinchi tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida yengil konstruksiya shaklida shifokorlik punkti ham qurib berildi. Oldimizga eng katta maqsad qilib qo'yganmiz, bu mahallaga albatta maktab kerak bo'ladi. Shu 240 o'rinli maktabni shu mahallaning eng markaziga qurib, maktab o'quvchilarimizni shu uzoq hududda emas, o'zini mahalla hududida ta'lim olishiga imkoniyat, sharoit yaratib berishi. Keyingisi kommunikatsiya jihozlari kerak bo'ladi. Shu elektr energiyasi, gaz, shu bilan birgalikda yana ba'zi joylarda yog'och stolbalar ham qolib ketgan joylar ham bor ekan. Ana shu narsalarni ham beton stolbalarga almashtirish ishlari olib boradi. Mahallani xatlovdan o'tkazish bilan birgalikda eng dolzarb bo'lgan masalasini tashabbusli budjet orqali shu aholini yana bir jipslashtirgan holatda yaqindan ko'maklashib yordam berib turmoqchimiz. Ishchi guruh tumanning Nevich mahallasida ham o'rganish ishlarini olib bordi. Bu yerdagi asosiy muammo 20-sonli maktab infratuzilmasi bilan bog'liq. Mutaxassislar ishtirokida muammolar joyida ko'zdan kechirilib, ularni bosqichma-bosqich hal etish yuzasidan takliflar ishlab chiqildi. Bu maktab 1985-yil Hashar yo'li bilan qurilgan edi. Undan keyin 2005-yil binoni bir qismi buzilib, zamonaviy maktab qurib berdi. U bor yo'g'i 6 ta sinfni qamrab olgan. Mutasaddilar keldi, mana maktabning holatini o'rgandi, hammasini fikrlarimizni ma'qullashdi, ijobiy hal qilishga va'da berdilar. Bir mahalla bir tashabbus aksiyasidan ko'zlangan asosiy maqsad aholi bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'yish, muammolarni kabinetda emas, joyda o'rganish va ularni hal etishda davlat organlari hamda jamoatchilikning hamjihatligini ta'minlashdir. Shu kuni mas'ullar yana qator manzillarda bo'lib, fuqarolarning murojaat va takliflarini tingladi. Ta'kidlanishicha, bunday ochiq muloqot va o'rganishlar tizimli ravishda davom ettirilib, har bir mahallada aniq bir tashabbusni amalga oshirish orqali hududlarni kompleks rivojlantirishga erishiladi.